Meksikada dunyoning eng mashhur narkobaroni o'ldirildi. Meksika armiyasi Jalisco yangi avlodi kartel rahbari laqabi El Menchoni yo'q qildi. Bu haqda Associated Press xabar berdi. Bu voqea Meksikadagi eng kuchli kartelga katta zarba deb baholanmoqda. Shuningdek, bu hukumatning narkosavdoga qarshi kurashdagi yirik yutug'i sifatida ko'rilmoqda. Meksikaning Vashingtondagi elchixonasi operatsiya haqida qo'shimcha ma'lumotni AQSh taqdim etganini bildirdi. Operatsiya Meksikaning g'arbidagi Jalisco shtatida o'tgan. Shu hudud kartelda asosiy bazasi hisoblanadi. Kartel AQShga fentanil va kokain yetkazib berish bilan shug'ullangan. Operatsiyadan keyin hududda ommaviy tartibsizliklar boshlangan, yo'llar to'silgan, mashinalar yoqib yuborilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda Jaliscodagi turistik shahar Puerto Vallarta osmonida tutun ko'tarilayotgani aks etgan videolar tarqalgan. Shuningdek, shtat poytaxti Gvadalajara aeroportida odamlar sarosima bilan qochayotgani tasvirlangan lavhalar ham chiqqan. Avvalroq AQSh Davlat departamenti El Menchoni qo'lga olishga yordam beruvchi ma'lumot uchun 15 million AQSh dollarigacha mukofot e'lon qilgan edi. AQSh Adliya vazirligi ma'lumotlariga ko'ra 2009-yilda tuzilgan ushbu kartel Meksikadagi eng shafqatsiz jinoyat tuzilmalaridan biriga aylangan.